Assalomu alaykum do'stlar. Bizda navbatdagi case bizga 26 yoshli ayol kishi shikoyat qilib kelyapti palpitationga, ya'ni yuragini o'ynab ketishga va EKG olanyapti. EKG olinganda, ya'ni yuqoridagi EKG bizga namunasi taqdim etilyapti. EKGni baholab chiqishimiz kerak bo'ladi. EKG ko'rganimizda birinchi baholaydigan qaraydigan narsamiz bu paytishchani bor yoki yo'qligi. Ya'ni ko'rasizlar oldin paytishcha bor yoki yo'qligi. Paytishcha yo'q. Yo'q. Demak, ritm nosinusli bo'ladi deb baholaymiz. Chunki paytishchani yo'qligi uchun RR orasi bir xil bo'lganligi uchun ritmni regulyar deb olsak bo'laveradi. Yurak qisqarishlar soni o'rtacha 1,5 ta katak, bu degani 300 raqamini, doimiy raqamni RR orasi katta raqamlar, katta kataklar soniga bo'lsam, menda 200 chiqadi. Bu o'rtacha yurak qisqarishlar soni 200 ta ekanligidan dalolat beradi. Demak, endi paytishcha yo'q bo'lganligi uchun payko interval ham, payko segment ham o'lchamayman. QRSni o'lchashim mumkin. Qorinchani QRS ham o'rtacha ikkita katakka to'g'ri, kichik katakka to'g'ri kelyapti. Ikkita kichik katak har bittasi 0,04 dan bo'lsa 0,08 bo'ladi. Bu esa QRS normal ekanligidan darak beradi. Yoki tor QRS desak ham bo'ladi, ya'ni kengaymagan desak ham bo'laveradi. Endi Q2 intervalni baholab qo'yish kerak. Q2 intervalni Q3dan boshlab T3dan oxirigacha bo'lgan vaqtda baholaymiz. Bu o'rtacha bitta katta katak va ikkita kichik katakka to'g'ri kelyapti. Bu degani 5 va 2 ta 7 ni ko'paytiramiz 0,04 ga 0,28. Q2 intervali 0,28 ekan. Bu ozgina toraygan degani, chunki norma 0,34 dan 0,44 gacha edi. Chunki taqkarda bo'lyapti, yurak 200 dan ortiq uryapti, shuning uchun Q2 interval torayib qoladi. Demak, bizda bor narsalar bunga qarab turib biz o'rtacha SVT tashxisini qo'ya olamiz, ya'ni supraventrikulyar taxikardiya tashxisini qo'yamiz, chunki supraventrikulyar taxikardiya bizga yana atrioventrikulyar nodal rentri taxikardiyaga bo'linadi. AVDga muammo yoki VPV sindromining ortodrom turi bo'lishi mumkin bo'ladi. Ikkiga qarab turib aniq bu bittasi ekanligini ayta olmaymiz va umumiy qilib SVT, ya'ni supraventrikulyar taxikardiya tashxisini qo'yaveramiz. Buning uchun sizga osonroq qilib aytaman. Osonrog'i 3 ta qonun qoidasi bor. Paytishcha bo'lmasin, ritm regulyar bo'lsin va yurak qisqarishlar soni 200 dan baland, ya'ni taxikardiya bo'lsin. Shu uchoviga qarasiz, o'zi SVT tashxisi kelib chiqadi o'zi. Endi javobini ko'rib chiqamiz. Javobda nima deyapti? Javob aytayaptiki, yurak urishlar soni 200 dan ortiq, tor QRSlar bor deyapti, P yo'q deyapti, normal axis deyapti. QRSlar ham normal deb aytayapti bu yerda. Va bu javobi supraventrikulyar taxikardiya tashxisiga to'g'ri kelaveradi. Bu paytda nima qilish kerak o'zi? Birinchi qilinadigan narsa bu valsalva manevrini qilish kerak bo'ladi. Chuqur nafas olib chiqarish kerak. Foyda bermagan taqdirda adenazin qilish kerak bo'ladi. Adenazin qilish kerak. 1 millilitr adenazinimiz 6 mg ga to'g'ri keladi. O'rtacha 6 yoki 12 mg adenazin tomirdan jo'natsa bo'laradi. Chunki u AV tugunni bloklaydi. AV tugunni bloklagani uchun bu rentri halqa o'rnida qoladi. Agar bemor gemodinamik nostabil bo'ladigan bo'lsa, elektrokardiografiya qilsa ham bo'laveradi. Bugungi keysimizdagi javobi demak supraventrikulyar taxikardiya ekan.